bugun mana shu yorug' kunlarga yetib kelolmagan aziz insonlarni yod etamiz. Ularning xotirasi pok ruhlari oldida ta'zim qilamiz. Bu so'nmas jasorat biz uchun mardlik maktabi. Bugungi ozod va erkin hayot uchun, farzandlarimizning baxti va kamoli uchun biz ularning oldida cheksiz qarzdormiz. Bu aziz insonlarni asrab avaylash, ularni sog' salomat va mazmunli umr kechirishlari uchun barcha sharoitlarni yaratib berish hammamizning muqaddas insoniy burchimizdir. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Eshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Har balodan avaylab, asrab, erkalatib kaftida tutgan. Har balodan avaylab, tinchlik uchun vatan, musaffo osmon uchun.